Andijon shahrida Toshkent Premium to'yxonasini bilmagan odam yo'q. Bilasiz, bu yerda Business House 13 qavatli juda ham chiroyli domlarimiz tushgan. Detskiy plashatkalarimiz, ziloniy zonalari, bu yerda bilasiz avtoturargohlar juda ham chiroyli holatda qilingan. Domlarimiz 13 qavatdan iborat. Biz bugun 8-qavatda bir xonali, ya'ni 46 kvadrat bir xonaga nisbatan keng xonadonimiz sotuvini e'lon qilamiz. Xonadon subsidiyaga olingan, hozirgi kunda to'lovi 4 million 100 ming so'mdan chiqyapti. 5 yildan keyin 4 million 900 ming so'mdan chiqadi. 8 oyligi hozirgi kungacha to'langan. Xonadon 60% tayyor holatda, kommunal sistemalarni bilasiz, bu yerda gapirmasa ham bo'ladi, hamma narsa joy-joyida. Narx masalasiga keladigan bo'lsak, $8,800 qo'yganmiz. Bilasiz, bundan oldin balandroq edi o'zi asli narxi. Biz talashib tortishib siz uchun narxlarni tushirib qo'ydik. Yana ozgina siz uchun ma'lumot aytib o'taman. Agar sizda 1-2 ming yetmaydigan bo'lsa, 1-2 oyga bo'lab to'lash imkoniyatini ham gaplashib qo'ydik. Biz pastda nomer qoldiramiz, Telegram kanalimizda lokatsiya qoldiramiz. Bemalol kelib, uyni ko'rib, savdolashib olishingiz mumkin. Albatta aloqaga chiqing. Bu videoda ozgina pul bilan chiroyli joyda yashamoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'yamiz. Kuzatishda davom eting.